Real Madrid Valverde yoki Chouameni bu ikkalasidan bittasini sotish haqida xabarlar chiqqan edi va aniq bo'ldi qaysi futbolchi ketishi qurolli klubidan va yetmaganiga yana bitta yarim himoyachini sotmoqchi ekan. Keling, men ularni aytaman. Undan oldin sahifa Muqoddin Sportga podpiska tugmasini ham ko'k tugmani bosing, chunki Real Madrid haqidagi eng oxirgi xabarlar bizda bo'ladi. Xo'p, boshladik. Real Madrid klubi Jahon chempionatidan keyin Chouamenini sotishni ko'rib chiqarkan. Borgan sari bu xabar tasdig'ini topmoqda. Marca nashri, keyin nima Dias degan jurnalist hammasi qo'yib boryapti bu xabarlarni. Va yetmaganiga Chouamenini Jose Mourinho kelajakdagi rejalarida ko'rmayotgan ekan. Plus Real Madrid klubi yana bitta futbolchisi Cavani bilan ham bu mavsum xayrlashishi mumkin. Yani yangi mavsumda o'sha Cavanini ham ko'rmaymiz. Katta ehtimol o'sha Chempionlar Ligasidagi holat va bo'layotgan ishlar uchun. Mana shunaqa gaplar. Siz nima deb o'ylaysiz? Chouamenining o'rni Real Madrid klubi qanchalik muhim va u qolgani yaxshimi yoki ketgani? Kommentariyada fikringizni kutaman.